Mix Motors obunachilariga assalomu alaykum. Bizda Avatar 12 avtomobili yetib keldi. Bu avtomobilimiz gibrid versiya bo'ladi. Gibrid versiyada ikkita komplektatsiya mavjud. Bu ikkinchi komplektatsiyasi, ultra komplektatsiyasi и дополнительный paket 21-diska qo'shilgan. Bu mashinamizning narxi Sib Tashkent 43 ming chiqdi va sizlarga hozir Max'dan ko'ra nima afzalliklari borligini aytib beraman. Birinchi afzalligi bu mana shu orqa sideniyada ventilyatsiya va massajlari bo'ladi. Ikkinchisi mantda 16 dyumli ekran bo'ladi. Birinchi pozitsiyasida gibridda bo'lmaydi. Bu avtomobilda также pnevmo podveska bor. Max pozitsiyasida pnevmo podveska yo'q. Bu avtomobilda общий 25 ta dinamik bor. Birinchi pozitsiyasida 16 ta dinamik bor. Va bu avtomobilda parfyumi bilan keladi va parfyumni qo'yishga spesial joylari bor. Shunaqa afzalliklari bor birinchi pozitsiyaga qaraganda. И narxi taxminan 3000 qimmatroq. Endi pnevmo podveska qimmat narsa bo'ladi. Pnevmo podveskaga yana narsalar qo'shilyapti. Menimcha $3000 farq bo'lechim dostoyniy farq bo'ladi. Agar sizlarga ham shunaqa Avatar avtomobillar kerak bo'lsa, bu avtomobilda также elektr konfiguratsiyalar bor. Общий ular 5 ta, gibridda 2 ta, общий shunda 7 ta konfiguratsiya bo'lyapti. Bemalol murojaat qilsangiz bo'laveradi. Buni har xil dop paketlari ham ko'p, faqat bu emas, boshqa narsalar ham qo'shtirsa bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Zavoddan sizlarga sizlar xohlagandagi, sizlar xohlagan komplektatsiyadagi va sizlar xohlagan dop paketlarni qo'shtirib, arzon narxlarda tez muddatlarda yetkazib beramiz.